Voy, mana bu cheburekni qaranglar. Bugun sizlarga cheburekni zo'rini ko'rsataman. Ko'rib turganinglar shastri cheburek. Bu cheburekni ko'pchilik yaxshi biladi. Voy, buni kattaligini qaranglar. Dillarang bo'lib turishini aytmaysizlarmi? Ichlari suvli ekan. Qars-qurs qilib yeyish boshqacha bo'lar ekan. To'g'risi yeyishga sal qiynaldim-u, lekin mazasi shunaqangi zo'r ekan. Mana shu katta cheburek 12 ming so'm ekan. Bular 10 yil oldin Tashtelmashda ochilgan. Keyin esa bu yoqqa ko'chib kelishgan ekan. Mijozlar ham birga ko'chib kelgan. Odamni ko'pligini qaranglar. Cheburekdan tashqari bu yoqda 40 ming so'mlik oshi ham mashhur ekan. Chunki birinchidan oshni porsiyasi dobri ekan. Ikkinchidan shu narx ichiga choyi, salati, nonini ham qo'shib berishar ekan. Agar tuxum qazalarini ham qo'shtirsanglar 50 ming so'm bo'lar ekan. Oshni ko'rib o'zimni ham ishtahalarim ochilib ketgani uchun yevora qoldim va bundan umuman afsuslanganim yo'q. Maza qildim. Qisqasini aytganda xolisili cheburek, xolisili osh yeyish uchun albatta kelinglar. Shastri cheburek ertalab 7 dan kechki 6 gacha ishlaydi. Adresi Botkinada Shastriga qarab ketaverish o'ng qo'l. Bu yoqda siz bo'lgan bo'lsangiz, fikringizni kommentga yozib keting.